Bugungi mavzu modul va kutubxonalar. Modul bu tayyor yozilgan kodlar to'plami. Biz ularni import bilan chaqiramiz. Misol uchun import math. Math matematik amallar uchun tayyor funksiyalar beradi. SQL sonning kvadrat ildizini hisoblaydi. Pop A sonni B darajaga ko'taradi, ya'ni 2 ni 3-darajasini ko'tarib beradi. P esa bu matematikadagi P. 3.14. Birinchi son 4, ikkinchisi 8, uchinchisi esa P ni asl natijasi. Ikkinchi misol bilan ko'rib chiqamiz. Import random. Random bu tasodifiy son yoki elementni tanlab beradi. Tasodifiy son chiqarish uchun ramditni va ichiga nechidan nechigacha bo'lgan sonlar ichidan tanlab olishni kiritamiz. Choice esa bu string bilan, ya'ni so'zlarni yozganimizda ularni ichidan bittasini tanlab berish uchun choice yoziladi. 3 va olma. Birinchidan 3 raqamini tasodifiy tanlab oldi, ikkinchisi esa olma elementini tasodifiy tanlab oldi. Import bu modul chaqirish. Math hisob-kitoblar uchun, random esa tasodifiy tanlash uchun. Modullar bilan kod tezroq va osonroq yoziladi.